Yo yo, assalomu alaykum qardoshlar, qanday ahvolinglar yaxshimi? Hozir qo'rqonlar xayr bo'lsin. Meni ismim Farhod. Bugun qanday kelganlarni qiziqni qarshilama. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'liqchilda ehtiyojim bor. Ham o'zingizga xos uslubdan mablag' silishni o'rganing. Bugungi so'zlaydigan darsimiz bo'lsa, yana shu do'stlar darsimizda qolganlar. Bunaqa emas, bugun biz boshqa bir dars o'tamiz. Darsni bilan berishni olamsizlar. Tekrarlamsa 1, 2, 3. Mana keldik. Seyrlikmikan? Hayot degan shunday seyrlik. Bilamanda. Sizdan ham hayotingizdan seyrlik bo'lsa xohlamsiz? Bunda seyrlik bo'lishmi? Yana bunda. Endi yana gap qaytib keldi. Bugungi darsimda masalaga va'da berganimdek 10 eng yaxshi shirkatlarni men sizlarga tanishtiraman. Jiqlari sizlarga tanish bo'lishi mumkin, lekin men sizlarga yana tanishtiradigan nurg'un shirkatlar bor. Keyin sizlar tanımaydigan yangi xil shirkatlarmi yuqori o'sib, yuqori xatiri bor, yangidan chiqayotgan shirkatlarni hammasini tanishtiraman. Bugungi tanishtirganim 10 blue chip, ya'ni klassik, bazı yuqori xatiri az shirkatlar. Hozirlam pulunuzni silib mablag' sasingizlar bo'lgan shirkatlar bo'ldi. Birinchisi, men eng yaxshi ko'rganim Apple, ya'ni olma shirkati. Nima uchun deganda olma shirkatining hozir o'sishimisi shunchalik yaxshi, biz o'zimiz hukumimiz 10-20 yil yoki 10 necha yildan yaqin yana Warren Buffettniki eng mush portfoliosining ichida, qurilmasining ichida eng jiq miqdorni olgani o'sha olma shirkatiniki paychik bo'ldi. Kelgusidagi taraqqiyoti yana nurg'un. 10-20 yilgacha. Yana 2024 yildan boshlab elektronlik mashinani chiqaramiz deb yaqinda e'lon qildi. Ham elektronlik mashinasizdagi boshqa elektronlik mashinalarniki o'xshamaydi. Masalan, shu mashinaning ichida siz o'tirib turib, butun hamma shu qon aylanishingizni, yurak so'qishingizni, mushtaq badaningizda bo'lgan har xil o'zgarishlarni shu zamon bilib turgan, sezib turgan mushtaq sistemalarni kirgizamiz. Biz o'zimiz ufqimiz shu olmaniki telefonlardagi iqtidorlikning qanchalik yuqoriligini. Mushlarni agar shu elektronlik mashinalarga hisob qilsa qanchalik odamni hayron qoldirdi. Men ham hozir kelgusini demasakmi, hozir men eng yaxshi ko'rganim olma shirkatiniki shu balance sheet deymiz. Shu o'ziniki hisobot daftarida shunchalik yaxshi. Har yili 20-30% o'rlayotdi. Ozroqmi qarzi yo'q. Setishning seyircili o'rlayotdi. Shunchalik jiq 10-20%dan. Ondan men eng yaxshi ko'rganim nima desangiz, hozir olma shirkatida shunchalik jiq naqd pul bor. Bu bek muhim. 300 milliard shunchalik pul bor. Bularni siz o'ylab qo'ying, ular o'zlari ishlatmasa, cho'qim bir narsaga mablag' soldi. Ya bo'lmasa bir yangidan bir xil iqtidorni setib oldi. Bularga biz bek yaxshi qaraymiz. Har bir shirkatlarning qo'lida shu naqd pul bo'lsa, masalan, yaqinda Tesla'niki qo'lida 15 billion naqd pul bo'lib qolib, uniki 10%ni birda 5 billionni chiqarib, nimaga mablag' soldi? Bitcoinga mablag' soldi. Endi olma shirkatini shunday qilamdi, uni o'qimaymiz. Balkim 1% chiqarib solsin bo'lishi mumkin. Lekin balkim bu pullarning hammasini elektronlik mashinada ishlatamdi. Shu narsalar odamni qiziqtirdi. Olma shirkatini shayt so'zlab turaylik. Ikkinchi shirkat bo'lsa Amazon. Amazon shunchalik yaxshi. Men hozir Amazonniki paychikim bor. Aqlli idrok davridagi plani shunchalik yuqori. Bularni men keyin aqlli idrokni tushuntirgan vaqtimda masalan yaxshi tushuntirib beraman. Lekin shu Amazonga o'xshash e-commerce deymiz. E-commerce shu to'rda bir narsani setib pul topadigan mushtaq shirkatlar nurg'un chiqyapti hozir. Yangidan chiqayotganlar bor. Shu yangidan chiqayotganlari meni qiziqtiryapti. Kanadaniki Shopify deydi. Ashta shirkatlar meni qiziqtiryapti. Balkim men kelgusida Amazonni setib Shopify'ni ilishim mumkin. Endi Amazon hozir men sizlarga tanishtirganimdagi maqsadi Amazonning o'zi bir xatiri oz, ham yuqori o'rlaydigan kelgusi necha yilgacha balkim yana 1-2 hassa o'rlaydigan shirkat. Shunga men sizlarga tanishtirdim. Üçüncü şirket bo'lsa, ularning unimi sizlar tanıysa,
Alphabet. Alphabet degan qaysi shirkat deganda, bu degan Google. Google'niki Google mu aqliy idrok tarafda shunchalik yaxshi mablag'larni silib, yaxshi taraqqiyot qildi. Ammo shu YouTube mu Google'niki YouTube'niki kelgusidagi taraqqiyoti shunchalik zo'r. Google o'ziniki mu agar yaxshi diqqat qilsangiz, Google Home deydi, Google'niki shu aqliy idrok nimasi shunchalik yuqori taraqqiyot qildi. Balkim birinchi bo'lib qilishi mumkin shu aqliy idrok tarafda. Google'niki bu tarafda yaxshi taraqqiy qilib qolsa, balkim olma shirkatining besib tushishi mumkin. Chunki Google'ning telefonlari bor, Google'ning shu kompyuter sohasida yuqori taraqqiy qildi. Google'niki dorilarim bor. Shunaqa bu narsalarga hammasiga diqqat qilib qolsangiz, Google'niki taraqqiyoti shuncha zo'r. Endi biz 4-inchisiga kelsak, 4-inchisi Microsoft. Microsoftni sizlar taniysizlar, albatta. To'g'ri, sizlar taniydigan shirkatlarni tanishtirib ketdim, lekin kelgusida yana shunchalik sizlar o'qimaydigan shirkatlarni tanishtiraman. Microsoft bu natijalar yoqi shunchalik yaxshi o'rlatadi, 20-30%. Shunchalik jiq xatir yo'q, azazdan yaxshi o'rlatgan shirkat. Shuni men buni sizlarga tanishtirdim. Ularniki shu daftarlarimi shunchalik yaxshi hisobot daftarlarimi shunchalik yaxshi qarab baqsangiz, ularni keyin kelgusida asosda tushuntirmaslarga. 5-inchisi kelsak, 5-inchisi Facebook. Facebook'ni deb tanishtirma degan chog'da Facebook shunchalik yaxshi o'rlatadi, 20-30%. Kelgusi planlari shunchalik chiq. Hem yaqinda shu nima chiqarmoqchi bo'ladi. Mavhum pul chiqarmoqchi, Libra deb bir coin chiqarmoqchi. Bu coinda masalan hozir biz Facebook'da shu o'zimizning shaharda turib, ikkinchi qo'lliq narsalarni sotib olgan sistemlarim bor. Shu narsalarda balkim o'ziniki shu coinsini ishlatib qilish mumkin. O'ziniki shu mavhum pulni ishlatib qilish mumkin. E'londan kirgan kirimlar deydi, aqliy idrok deydi, mush taraflarda shunchalik yaxshi taraqqiyot qilyapti. Lekin Facebook'ni olgan chog'da bir narsaga diqqat qiling. Facebook'niki shu hukumat jihatdan pek to'suydi. Nima uchun degan chog'da Facebook'niki monopolligi sal kuchliroq. Masalan, WhatsApp'ni sotib oldi, andan keyin Instagram'ni sotib oldi. Amaliyotda bu shirkatlarmi o'zi taraqqiy qilgan bo'lsa, Facebook'larga yetishib qilish mumkin-di, yoki Facebook'larda ishib ketishi mumkin-di. Shunda bo'lmasligi uchun bularda taraqqiy qilmas chog'lar bularni sotib oldi deb qaraydi hukumatlar. Monopol qilib oldi deb. Shuning bilan o'zingiz yaxshi diqqat qilib boqsangiz, Facebook'niki shu CEO'si Mark Zuckerberg sotlarga bekchiq chiqdi. Shunaqa hukumat jihatdan bu to'saydigan nimasi jiq bo'lg'achqa, bu Facebook'niki bahasi chiqib tushishi shunchalik yuqori. Blue chip deymiz, bahasi yuqori shirkatlar, yoki ko'k tangilik shirkatlar deymiz. Ko'k tangilik shirkatlarning o'rnida turib, amaliyotda unchalik jiq o'sib chiqishi, volatility deymiz. Volatility unchalik yuqori bo'lmasligi kerak amaliyotda. Lekin shu ishlari jiq bo'lg'achqa sal yuqori. Men ancha yaxshi ko'rmayman bu jihatdan, lekin yanada shunchalik kuchli shirkat. Uni olsangizmi shu olma shirkat, Google, Amazonlardan qolib qolmaydi. Hargiz qolib qolmaydi. Oldidagi 4-5 shirkatlar hammasi elektronlik shirkatlarni tanishtirdim. Ichida bir Amazon bor, Amazon to'rda savdo qilish shirkati. Masalan, agar elektronlik paychaklarning hammasi tushib ketib qolsa, balki Amazon yana tushib ketmasligi mumkin. Chunki agar Amazonni qo'shib qo'ysangiz, boshqa paychaklarni qo'shib qo'ysangiz, o'zingizniki qurilmangizga ancha cho'ng xatar bo'lmaydi. Masalan, boshqa virus vaqtlaridami, yana davomliq shu bir necha virusga qarshi paychaklaringiz sizdan xataringizni qutqizib qilishi mumkin. Mushta paychaklarda yana nima bor? Yana bir kuchli paychakni masalan tanishtiray. Unimi tunislar, u bo'lsa PayPal. PayPal har qanday vaqtda ishlayverdi. Nurg'un odamlar PayPalni ishlatadi hozir. Masalan, nurg'unlarimiz hozir biz kart ishlatamiz. Bank kartida Visa ya Mastercard bo'ldi.
Lekin nurg'unlari hozir PayPal ishlatadi. Udullam telefondan pul to'lab. Bundan o'xshash boshqa shirkatlarning bor, kilarni men tunishtiraman. Yaxshi taraqqiy qilayotgan. Ularni almashtirib olsangiz bo'ldi. PayPal ishlatsangiz, yana bir yaxshi yeri nima bo'lsangiz hozir PayPal mushu kripto, ya'ni mavhum pul sohasiga kirdi hozir. Qanday kirdi? Mushu PayPal bilan PayPal ishlatib turib, kripto, mushu mavhum pullardan hisobot qilsangiz bo'ldi. Mesela ilip setib qilgan vaqtingizda PayPal'ni ishlatsangiz bo'ldi hozir. Ham PayPal mush necha yil yoqi 10 necha yil yoqi shunda yaxshi taraqqiy qilayotgan shirkat. Ham meni hammada yaxshi ko'rdim PayPal'niki mush gruppasi, o'ziniki ishchilari, ya'ni CEO'si shunchalik yaxshi. Hamiyat PayPal'ni kim kashf qilgan bilamsiz? Elon Musk kashf qilgan 90-yillari. 99-yilda 15 milyonga başka adamga setiyotdi. Bu chaqda PayPal deb atalmaydi. Setiyotgandan keyin PayPal deb ataldi. Lekin shuningdan keyin bu necha CEO'si almashib bo'ldi. Shu hamma CEO'larning hammasi shunchalik donliq odamlar, shunchalik yomon odamlar. Shunga men PayPal shunchalik ishonaman. Buni olsangiz bo'ldi. Ham bu elektronlik sohadan boshqa yana bir soha. Ham buni o'zingizniki banka qurulmangizniki banka yerlariga kirgizsangiz bo'ldi. Yoki bo'lmasa bu 7-paychak JPM degan JP Morgan. Buni anglab bakkan bo'lishinglar mumkin. JP Morgan degan u bir cho'ng banka shirkati. Amaliyotda men o'zim sizlarga ancha banka paychaklarini sizlarga tunishtirgim yo'q. Chunki bank shirkatlarininki banklarning paychaklari kelgusi yo'q bo'lishi mumkin. Lekin Warren Buffett qanday bankadan paychakini oldi? Bank of America. Hozirgacha nurg'un yil bo'ldi Bank of America'ningki paychakidan o'zining qurilmasi 4-5% bor. Hozir setib boqmadi. Lekin men nimdan bunday deyman degan chog'da, masalan hozir kripto chiqyapti, mavhum pul, hukumatlar davomli pulni besyapti. Hem üzümdeki miqdori uchib ketib bordi. Bularning hammasi bankniki tafovutiga cho'ng ta'sir qildi. Lekin men sizga JP Morganni tunishtirdim. JP Morgan mushu zamonga o'zlashtirib mablag' sola oladi. Mablag' silib turib pul topa oladi. Sog'an masalan boshqalar qo'ygan pullardan saqlab turmay, o'sha sog'an pullarni elib chiqib mablag' silib pul topa oladi. Shuningga JPM shunchalik yaxshi, kuchli, ham shunchalik joyida tura oladi. Shunchalik pek cho'ng tushib chiqib sakrab unday qilib ketmaydi. Sizningki qurilmangizdan qimmatini saqlay oladi. Ham har yili shunchalik yaxshi o'rlayotadi. Amerikada mushtaq yaxshi shirkatlar bakchiq. Unda esa keyingisiga diqqat qiling. 8-chi yemak-ichmak, yana entertainment deb qo'yamiz. Şu ko'ngil ichi sohasidagi qurilmangizniki ko'ngil ichi sohasidagi yerga solsangiz bo'ldi. U bo'lsa Starbucks. Starbucks namolatini sizlar Starbucks shunday yaxshi taraqqiy qilyapti. Masalan, virus vaqtida shunday yaxshi meva demonstratsiya tushib ketmadi, yaxshi o'rildi. Bundan o'xshash shirkatlar bor. McDonald's. Bu qimmati bor shirkat, lekin qimmati hozirda chiqib bo'lmagan yangi shirkatlar bor. Buning o'rniga Muşu yangi shirkatlarni qo'ysangiz bo'ldi. O yangi shirkatlarni kelaqtimki sonda deb berman. 10 eng yaxshi o'rlayotgan, kelgusi shunchalik parlaq. Unda bo'lsa 9-chi bu uy mulkniki sohasidagi paychak. O bo'lsa realty income. Realty income'ning paychakini olsangiz bo'ldi. Ham buni rates men burun shu 6-7 darsimda deyman. Sizlarga tunishtirgan o'xshash Başta asanlan buldu, öz bilen bevosita aloqalashib, yamonsa mushu bozorga chiqib realty income'niki paychikni olsangiz bo'ldi. Realty income'niki o'rniga oldigan boshqa shirkatlar bor. Ularni men keyincha yana tunishtirsam bo'ldi, fursat chiqqan chog'da. Unda olsa, eng oxirgisi sizlarga deb beray. 10-chi u bir uzun yillik tarixi bor, klassik bir shirkat, ham shunchalik kuchli. O bo'lsa mushu dorigarlik, tibobat sohasidagi 3M
Belki nurg'uninglar anlig'inglar bo'lishi mumkin. O'sha virus vaqtida 3M'niki maskalari shunchalik hammalarga tarqab ketdi. 3M'niki maskaslar emas, nurg'un tibobat sohadagi o'sha ishlatiladigan uskunlar, dorilar, nurg'un narsalar bor. Shunda yaxshi taraqqiy qilayotgan. 3M bu shirkat 100 yillik tarixi bor shirkat. Hem shunda yaxshi o'rlanadi. Bunda alma şirket, Amazon'lar o'xshab bunda yuqori o'rlamasmi, lekin 3M'niki paychikining nimasi eng kuchli desangiz, dividend. Cho'qim sizning qurilmangizda cho'qim bir ikki misli dividendlik paychak bo'lishi kerak. Dividend ya'ni nima? Bu paychikingizningki bir bo'ligi desak bo'ldi. Men dividendni ayrim bir qism ishlab sizlarga yaxshi tushuntirman. Bugungi 10 paychakni sizlarga tanishtirib oldim. Kelaksanni ko'rishaylik. Kelaksanni sizlarga yangi hozir taraqqiy qilayotgan kelgusida 10-15 yillik misol to'xtamay o'rlaydigan kelgusi bor 10 shirkatni sizlarga tanishtiraman. Kelaksanni ko'rishaylik. Allohga omonat.